Feruza, senga yana bitta savolim bor-da, singlim. Mana sen o'zing yolg'iz qizsan, ayolsan masalan. Senga to'g'ri bizani uyimizda 5 ta, 6 ta bolamiz bor. Biza borsak, hali vaqtimiz bo'lmaydi, tashvish, u shirin tashvishlar demoqchiman. Sen masalan uyingga borganingda zerikmaysanmi demoqchiman. Men uyga kelganimda to'g'ri kutasiz. Eshik bittasi ochsa-da, o'pib quchoqlab bolangiz bo'ladimi, qarindoshingiz bo'ladimi, kim bo'lsa. Afsuski yo'q bu narsa menda. Afsuski meni uyda kutadiganim 3-4 ta hayvonlarim bor. Aytmayman nimaligini. No, uyimda hayvonim va qushim bor. Yana aytmoqchiman, bola bor, g'am bor deydi. Bola yo'q deydi, g'am ham yo'q deydi. Yo'q, bu unaqa emas. Yetimlar mandakilar ko'p, men bitta emasman dunyoda. O'zim apa, men bitta. To'g'ri. Bunaqa mandakalar tiqilib yotibdi. To'g'ri. Mo'qchi bo'layotganim, o'ylamanglar ertaga nima bo'laman, kim bo'lmadi. Kim qaraydi, kim? Yo'q, mana bir xil payt men senga savol beraman. Mayli, anaqa xafa bo'lmagin-u. Yolg'iz qolganingda o'zing o'ylashing mumkinmi? Ertaga nima bo'lar ekan? Mana hozir ishlab turibman, qo'l oyog'im. Ertaga qariganimda deb o'sha paytlarni o'ylarmikinsan deb o'ylab qolaman. Uzr lekin bu savolga. Albatta, Nazima opa, o'ylayman, ham yig'layman. No, kimga boring? Qaysi eshikka borib dardimni ayting? Hech kimga aytolmaysiz. Uyalasiz. Sizdan kuladi hozir hamma. O'shaning uchun ichimda bu hamma narsa. Sen hech qachon o'zingni yolg'izman demagin. Allohim xafa bo'lar ekan. Nega yolg'izman deb aytadi? Men chidar ekan. Alloh bor-ku. Hech qachon yolg'iz bo'lmaysan. Men yolg'iz demayman. Bu shaxsan buni olib qarasak yolg'izman. Chunki meni qarindoshlarim bor. Qarindoshlar o'zimdan o'zi. Ukam o'zimdan o'zi. Hayot ketyapti. Hayot davomidan cho'zilib ketyapti. To'g'ri. Bo'layotganim, men yiqilmayman, yiqilmadim, Yiqilmagin ham. Mandakalarga aytib qo'yganman. Hech ham tashvish qilmanglar. Men bitta o'zimman. Kim ko'madi, kim ko'mmaydi. Borlari ham ko'milmayapti, yo'qlari ham ko'milmayapti. To'g'ri. O'shaning uchun o'zingizlar qaranglar, o'zingizlar ishoninglar. Chunki ota-ona ketgandan keyin bu dunyoda hech kimga kerak emassizlar. Bo'ldi, sizlarning hayotingiz tugadi. Sizlarning hayotingiz to'xtadi. Sizlar